Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuda gaplashmoqchiman. Tomoshabinlarga minnatdor bo'lish, izohlarda savol berish madaniyati va bu savollarga qanday to'g'ri yondashish kerakligi haqida. Bu oddiy ko'rinadigan mavzu aslida har birimizga tegishli. Chunki siz izohda yozgan bitta savol boshqa minglab odamlarning muammosiga javob bo'lishi mumkin. Siz qoldirgan bitta fikr esa butun kanal yo'nalishini, keyingi videolar mavzusini va hatto boshqa tomoshabinlarning qarorini o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun nima uchun izohlar juda muhimligini, qanday savollar ko'proq foyda berishini, qanday savollar javobsiz qolib ketishini, qanday yozsangiz mutaxassis sizni yaxshiroq tushunishini va nima uchun men har bir tomoshabinning fikriga alohida hurmat bilan qarashimni batafsil tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kanal rivojlanishiga, foydali ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Avvallari odamlar ma'lumot olish uchun asosan bir nechta manbaga tayanardi. Kitob, gazeta, televizor, tanish bilish yoki bevosita mutaxassis qabuliga borish. Biror savol tug'ilsa, odam darrov javob topa olmasdi. Masalan, kimdir huquqiy masalada qiynalsa, advokat topish kerak edi. Kimdir sog'liq bo'yicha tushunmovchilikka duch kelsa, shifokorga yozilish kerak edi. Kimdir biznes boshlamoqchi bo'lsa, tajribali tadbirkor bilan uchrashish imkonini kutardi. Bu jarayon ko'pincha vaqt, pul va kuch talab qilardi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Bugun odam telefondan YouTube'ga kiradi, kerakli mavzuni qidiradi, videoni ko'radi va o'sha zahoti izoh qoldiradi. Bu juda katta imkoniyat, chunki oddiy tomoshabin endi faqat tinglovchi emas, balki suhbat ishtirokchisiga aylandi. Men biror mavzuda video tayyorlayman, siz esa izohda real hayotdagi savolingizni yozasiz. Shu orqali mavzu yanada chuqurlashadi, muammo aniqroq ko'rinadi. Men keyingi videolarda aynan sizlarni qiynayotgan masalalarni yo'rtaman. Lekin shu yerda bitta muhim muammo bor. Hamma ham savolni aniq yozmaydi. Ko'pchilik nima qilsam bo'ladi? Menga yordam bering. Shu to'g'rimi? Javob kutaman deb yozadi. Lekin vaziyatni tushuntirmaydi. Natijada men yoki boshqa mutaxassis savolni to'liq anglay olmaymiz. Ba'zan bitta jumlada shunday katta muammo yashirin bo'ladiki, unga to'g'ri javob berish uchun kamida 5 ta qo'shimcha ma'lumot kerak bo'ladi. Shuning uchun bugun men izohlarda savol berishning eng to'g'ri yo'lini ham tushuntirib beraman. Men avvalo har bir tomoshabinga alohida rahmat aytmoqchiman. Chunki kanal faqat video joylanadigan joy emas. Kanal bu men va siz o'rtamizdagi muloqot maydoni. Agar siz videoni ko'rsangiz, like bossangiz, izoh yozsangiz, o'z tajribangiz bilan bo'lishangiz, bu nafaqat menga, balki boshqa odamlarga ham foyda beradi. Ko'pincha bitta izoh butun videodan kam bo'lmagan qiymatga ega bo'ladi. Chunki u real hayotdan olingan bo'ladi. Masalan, men biror mavzuda umumiy qoidani tushuntiraman. Lekin izohlarda bir tomoshabin, menda bunday holat bo'lgan, men hujjat topshirganimda mana shu qo'shimcha talab qilishdi deb yozadi. Yana bir tomoshabin, men boshqa viloyatda borganimda tartib biroz boshqacha bo'ldi deydi. Uchinchi odam esa, men mana shu xatoga yo'l qo'yib 2 hafta vaqt yo'qotdim deb ogohlantiradi. Mana shunday izohlar orqali mavzu tirik bo'ladi, amaliy bo'ladi, odamlarga haqiqiy foyda beradi. Tomoshabin sifatida sizning ishtirokingiz 3 ta katta natija beradi. Birinchisi, YouTube algoritmi videoni foydali deb biladi. Agar videoga ko'p like bosilsa, izohlar ko'p bo'lsa, odamlar oxirigacha ko'rsa, platforma uni boshqa odamlarga ham tavsiya qiladi. Demak, sizning bitta like'ingiz yoki izohingiz yana bir odamning muammosiga yechim topishiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, men sizlarni yaxshiroq tushunaman. Qaysi mavzu ko'proq qiziqtiryapti? Qaysi joyda tushunmovchilik bor? Qaysi savollar ko'p takrorlanyapti? Bularning hammasini izohlar orqali bilaman. Masalan, agar bitta video ostida 20 ta izohdan 20 tasi bir xil savol atrofida bo'lsa, demak bu mavzu bo'yicha alohida video tayyorlash kerak. Chunki bitta odam emas, ko'pchilik shu masalada qiynalyapti. Uchinchisi, hamjamiyat shakllanadi. Bu juda muhim. Faqat men gapiradigan, sizlar jim tomosha qiladigan kanal bilan haqiqiy foydali hamjamiyat o'rtasida katta farq bor. Hamjamiyatda odamlar bir-biriga hurmat bilan javob beradi, o'z tajribasini aytadi, ogohlantiradi, to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Men bunday muhitni juda qadrlayman va har bir madaniyatli foydali izoh uchun sizlarga chin dildan minnatdorman. Endi asosiy savol, izohlarda kim savol berishi kerak? Javob juda oddiy, mavzu sizga tegishli bo'lsa. Tushunmagan joyingiz bo'lsa, o'zingizda real vaziyat bo'lsa, albatta savol bering. Savol berishdan uyalmang. Ko'pchilik balki savolim oddiydir.
boshqalar kulmasmikan, mutaxassis javob bermas ekan deb o'ylaydi. Lekin men tajribamdan bilaman, eng oddiy tuyulgan savollar ko'pincha eng ko'p odamni qiynaydi. Masalan, bir tomoshabin hujjat topshirishda pasport nusxasi kerakmi yoki ID karta yetarlimi deb so'rashi mumkin. Kimdir uchun bu juda oddiy savol. Lekin 1-marta hujjat topshirayotgan odam uchun bu muhim. Agar u noto'g'ri tayyorlansa, idoraga boradi, navbat kutadi, keyin hujjat yetishmasligi uchun qaytib keladi. Birgina aniq javob esa unga yarim kun vaqtini tejab berishi mumkin. Yoki boshqa misol. Bir kishi izohda, men 2022 yilda shartnoma qilganman, lekin to'lovni 2020 yilda amalga oshirdim, endi qaysi qoida menga tatbiq etiladi deb yozadi. Bu savol aniqroq, chunki yillar ko'rsatilgan vaziyat bor. Shunday savolga javob berish osonroq. Agar u shunchaki shartnomam bor, nima bo'ladi deb yozganda javob umumiy bo'lib qolardi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz videoni ko'rib, hammasini tushungan bo'lsangiz, lekin sizda hozircha muammo bo'lmasa, albatta vahimaga tushmang. Har bir video ham darhol sizning hayotingizga ta'sir qiladi degani emas. Lekin ma'lumot sifatida bilib qo'yish foydali. Chunki bugun sizga kerak bo'lmagan narsa ertaga sizning yaqinlaringizga kerak bo'lishi mumkin. Ko'pincha odamlar men oldin shu haqda eshitgan edim deb keyin to'g'ri qaror qiladi. Kim ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, hujjat bilan bog'liq ish qilayotganlar. Ikkinchidan, pul to'layotganlar yoki pul oladiganlar. Uchinchidan, shartnoma, ariza, rozilik, tilxat, kafolat, qarz, mulk, meros, ishga kirish. Ishdan bo'shash, jarima, soliq kabi masalalarda qaror qabul qilayotganlar. To'rtinchidan, internetdagi maslahatga tayanib katta qadam qo'ymoqchi bo'lganlar, chunki umumiy maslahat bilan shaxsiy vaziyat o'rtasida farq bo'ladi. Keling, real hayotga yaqin bir nechta misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, tomoshabin izohda men uy sotib olmoqchiman, nimaga e'tibor beray deb yozadi. Bu savol foydali, lekin juda umumiy. Chunki uy yangi qurilganmi yoki eski uymi? Kadastr hujjati bormi? Sotuvchi mulkdormi yoki ishonchnoma bilan sotyaptimi? Oldindan to'lov bormi? Qarzdorlik bormi? Sud nizosi bormi? Bularning hech biri ko'rsatilmagan. Agar savol shunday yozilsa, men Toshkent viloyatida 2 xonali eski uy sotib olmoqchiman. Sotuvchi uy o'z nomida ekanini aytayapti, lekin kadastr hujjatini hali ko'rsatgani yo'q. Oldindan $3000 berishimni so'rayapti. Qanday tekshiruv qilishim kerak? Mana bu savolga ancha aniqroq yo'l yo'rib berish mumkin. Ikkinchi misol, meni ishdan bo'shatishdi, nima qilaman? Bu ham juda ko'p uchraydigan savol, lekin bu yerda ham tafsilot kerak. Siz mehnat shartnomasi bilan ishlaganmisiz? Buyruq chiqqanmi? Siz ariza yozganmisiz yoki majburlashganmi? Ishdan bo'shatish sababi nima deb ko'rsatilgan? Oxir ish haqingiz to'langanmi? Mehnat daftarchasi yoki elektron yozuvlar rasmiylashtirilganmi? Agar siz izohda men sakin oy rasmiy ishladim, 15 may kuni rahbar o'z xohishim bilan ariza yozishni talab qildi, yozmasam baribir bo'shatishini aytdi, hali hisob kitob berilmadi deb yozsangiz, vaziyat ancha tushunarli bo'ladi. Uchinchi misol, jarima keldi, to'lashim kerakmi? Bu savol ham ko'p uchraydi. Jarima qaysi organ tomonidan yuborilgan, qaysi sana, qaysi modda, sizga xabarnoma qanday kelgan? E'tiroz muddati o'tganmi? Dalil bormi? Kamera qayd etganmi? Yoki inspektor yozganmi? Bular muhim. Agar jarima 300 ming so'm bo'lsa, pul jihatdan noto'g'ri bo'lishi mumkin. Agar jarima 3 million so'm bo'lsa, albatta hujjatlarni diqqat bilan ko'rish kerak. Izohda raqamlarini yozishdan qo'rqmang, lekin shaxsiy ma'lumotlarni, pasport raqamini, telefonni, aniq manzilni ochiq yozmang. To'rtinchi misol, qarz bergandim, qaytarmayapti. Bu holatda odamlar ko'pincha hissiyot bilan yozadi. Tushunaman, chunki pul masalasi og'riqli. Lekin savol to'g'ri bo'lishi uchun miqdor, sana dalil va kelishuv muhim. Masalan, men tanishimga 2023 yil sentabrda 10 million so'm qarz berganman. Pul kartadan o'tgan. Izohda qarz deb yozilmagan. Telegramda qaytaraman degan yozishmalar bor. Tilxat yo'q. Endi sudga bersam bo'ladimi? Mana bu savol aniq. Bu savolga javob berishda dalillar, yozishmalar, bank ko'chirmasi, guvohlar haqida gapirish mumkin. Men izohlarda savol berishning bitta oltin qoidasini aytaman. Savolingizni shunday yozingki, men sizning yo'lingizda bo'lmasam ham vaziyatni tasavvur qila olay. Ya'ni kim, qachon, qayerda, nima qildi, qanday hujjat bor, qanday muddat o'tgan, siz nimani xohlaysiz? Mana shu savollarga qisqa javob bo'lishi kerak. Masalan, yaxshi savol quyidagicha tuziladi. Men falon masala bo'yicha falon sonda murojaat qildim. Menda falon hujjat bor. Menga falon javob berishdi. Hozir men falon natijaga erishmoqchiman. Qanday yo'l tutishim kerak?
Bunday savol nafaqat menga, balki boshqa tomoshabinlarga ham tushunarli bo'ladi. Yomon savol esa odatda juda qisqa va noaniq bo'ladi. Shu to'g'rimi? Menga yordam kerak. Javob bering. Qanday qilaman? Men bunday savollarga javob berishni xohlamaganim uchun emas, balki to'g'ri javob berish xavfli bo'lgani uchun ehtiyot bo'laman. Chunki noto'liq ma'lumotga tayanib bergan javob sizni noto'g'ri qarorga olib kelishi mumkin. Endi juda muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchidan, izohdagi javob hech qachon to'liq shaxsiy maslahat o'rnini to'liq bosmaydi. Men videoda yoki izohda umumiy yo'nalish berishim mumkin. Qaysi hujjat kerakligini aytishim mumkin. Qaysi xatolardan ehtiyot bo'lishni tushuntirishim mumkin. Lekin sizning hujjatlaringizni ko'rmasdan, shartnomani o'qimasdan, qarorning nusxasini tahlil qilmasdan har doim 100% aniq xulosa berish to'g'ri emas. Ikkinchidan, har bir holatda muddatlar juda muhim. Ko'p odamlar muammo chiqqandan keyin darhol so'ramaydi, oylar o'tib so'raydi. Masalan, bir qarorga shikoyat qilish muddati 10 kun, 15 kun yoki 10 oy bo'lishi mumkin. Odam esa 6 oy o'tgach izoh yozadi. Bunda vaziyat ancha murakkablashadi. Shuning uchun izohda har doim sanani yozing. Kecha, yaqinda. Ancha bo'ldi degan so'zlar yetarli emas. Aniq sana yoki hech bo'lmasa oy va yilni yozing. Uchinchidan, shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilmang. Bu juda muhim. Pasport raqami, JSSR karta raqami, uy manzili, telefon raqami. Farzandlaringizning to'liq ismi, shartnoma raqami kabi ma'lumotlarni ochiq izohda yozmang. Internet ochiq maydon. Siz yaxshi niyat bilan yozasiz, lekin undan boshqa odamlar noto'g'ri foydalanishi mumkin. Agar hujjat matnidan parcha yozmoqchi bo'lsangiz, shaxsiy joylarni yopib umumiy mazmunni yozing. To'rtinchidan, izohlarda hissiyotga berilib boshqa odamlarni haqorat qilmang. Men tushunaman, kimdir sizni aldagan bo'lishi mumkin. Kimdir adolatsizlik qilgan bo'lishi mumkin. Lekin firibgar, o'g'ri, jinoyatchi kabi so'zlarni isbot va sud qarorisiz ochiq yozish o'zingizga muammo keltirishi mumkin. Savolingizni dalilga asoslab yozing. Pul oldi va qaytarmadi. Shartnomadagi majburiyatni bajarmadi. Murojaatimga javob bermadi kabi ifodalar ancha to'g'ri. Beshinchidan, bir xil savolni 10 marta yozish shart emas. Ba'zan tomoshabinlar javob tezroq bo'lishi uchun har bir video ostiga bir xil savolni ko'chirib yozadi. Bu aksincha noqulaylik tug'diradi. Eng yaxshi yo'l savolni tegishli video ostiga aniq yozing. Agar savolingiz alohida mavzu bo'lsa, izoh boshida iltimos, shu mavzuda alohida video qiling deb yozing. Agar ko'pchilik bir xil so'rov bildirsa, men albatta buni inobatga olaman. 6-dan, boshqa tomoshabinlar bergan javoblarga ehtiyot bo'ling. Ko'p hollarda odamlar yaxshi niyat bilan maslahat beradi. Lekin ularning tajribasi sizning vaziyatingizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, bir viloyatda idora bir hujjatni so'ramagan bo'lishi mumkin. Boshqa joyda esa talab qilinishi mumkin. Yoki bir odamning ish kelishuv bilan hal bo'lgan, sizning vaziyatingiz esa sudga borish kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun izohlardagi maslahatlarni foydali tajriba sifatida qabul qiling. Lekin yakuniy qarorni hujjatga va rasmiy tartibga qarab qabul qiling. Endi amaliy qismiga o'tamiz. Agar siz mendan yoki kanal hamjamiyatdan aniq javob olishni istasangiz, savolingizni quyidagi tartibda yozing. Birinchi qadam. Mavzuni bir jumlada ayting. Masalan, uy oldi sottisi bo'yicha savolim bor. Ishdan bo'shatish bo'yicha savolim bor. Qarz undirish bo'yicha savolim bor. Jarima ustidan shikoyat qilmoqchiman. Ikkinchi qadam, asosiy faktlarni yozing. Qachon bo'lgan, qancha summa, qaysi hujjat bor, kim bilan kelishuv bo'lgan, sizga nima deyishgan. Bu yerda keraksiz uzun hikoya emas, aniq faktlar kerak. Masalan, 2024 yil mart oyida 15 million so'm qarz berganman. Pul karta orqali o'tgan Telegram yozishmalari bor, tilxat yo'q. 3-qadam, hozirgi holatni yozing. Masalan, qarzdor telefoni olmayapti, ish beruvchi hisob kitob bermayapti, idora arizamni qabul qilmayapti, sotuvchi oldindan pul so'rayapti. 4-qadam, siz nimani xohlayotganingizni yozing. Bu ham juda muhim. Ba'zi odamlar jazolashni xohlaydi, ba'zilari pulni qaytarishni xohlaydi, ba'zilari shartnomani bekor qilishni xohlaydi. Ba'zilari shunchaki qanday xavf borligini bilmoqchi bo'ladi. Maqsad aniq bo'lsa, maslahat ham aniq bo'ladi. 5-qadam, shaxsiy ma'lumotlarni yashiring. Agar raqamlar kerak bo'lsa, umumiy yozing. Masalan, 10 million so'm, 2024 yil may, Toshkent shahri deyish mumkin. Lekin pasport seriyasi, karta to'liq raqami, uy manzili, telefon raqamini yozmang. Agar savolingiz huquqiy, moliyaviy, ish, mulk yoki shartnoma bilan bog'liq bo'lsa, odatda quyidagi hujjatlar muhim bo'ladi. Birinchisi, shartnoma yoki kelishuv nusxasi.
Ikkinchisi to'lovni tasdiqlovchi hujjat, chek, bank ko'chirmasi, karta o'tkazmasi, kvitansiya. Uchinchisi yozishmalar, telegram, SMS, elektron pochta, audio yoki boshqa dalillar. To'rtinchisi rasmiy javoblar, idora xati, qaror, bildirishnoma, ogohlantirish. Beshinchisi ariza yoki murojaat nusxasi. Oltinchisi muddatni ko'rsatuvchi dalillar. Qachon topshirilgan, qachon olingan, qachon javob berilgan. Lekin yana bir bor aytaman, bularni ochiq izohga joylamang. Izohda faqat mavjudligini yozing. Masalan, menda bank ko'chirmasi bor, shartnoma bor, lekin notarial tasdiqlanmagan, Telegram yozishmalari saqlangan. Rasmiy javob 2024 yilning 2 iyunda kelgan. Shu ma'lumotning o'zi ham vaziyatni tushunishga yordam beradi. Men uchun tomoshabinlarning madaniyati juda muhim. Fikrlar turlicha bo'lishi mumkin. Kimdir men bilan rozi bo'ladi, kimdir rozi bo'lmaydi. Bu tabiiy. Muhimi munozara hurmat doirasida bo'lsin. Agar sizda e'tiroz bo'lsa, bemalol yozing. Masalan, men bu fikrga qo'shilmayman, chunki amaliyotda bunday holatga duch kelganman deb yozing. Bu juda foydali izoh bo'ladi. Lekin haqorat, masxara, millat, hudud, kasb yoki shaxsiyatga tegadan gaplar kanal muhitini buzadi. Men har doim sog'lom muhokamani qo'llab-quvvatlayman, chunki haqiqat ko'pincha savol-javobda aniqlanadi. Ba'zan tomoshabin menga shunday savol beradiki, men keyingi videoda yanada chuqurroq izlanishga majbur bo'laman. Bu yaxshi narsa. Mutaxassis ham doim o'rganadi, yangiliklarni kuzatadi, amaliy holatlarni tahlil qiladi. Sizlarning savollaringiz meni ham yanada mas'uliyatli bo'lishga undaydi. Ko'pchilik laykni shunchaki tugma deb o'ylaydi. Aslida layk bu signal. Siz bu mavzu foydali bo'ldi, shunday videolar ko'proq kerak. Men bu kontentni qo'llab-quvvatlayman degan signal yuborasiz. Izoh esa bundan ham kuchliroq signal. Agar siz videodan keyin menga shu joyi foydali bo'ldi, men aynan mana shu savolga javob oldim, keyingi safar shu mavzuni ham tushuntiring deb yozsangiz, men kontentni aniqroq rejalashtiraman. Masalan, bir videoni 2000 odam ko'rdi, lekin atiga ehid kishi izoh yozdi deylik. Men qaysi qismi foydali bo'lganini taxmin qilishim mumkin, lekin aniq bilmayman. Agar 300 kishi izohda o'z savolini yozsa, men mavzuning qaysi nuqtalari og'riqli ekanini ko'raman. Bu keyingi videolarning sifatini oshiradi. Demak, siz faqat tomoshabin emassiz, siz kontent yo'nalishiga ta'sir qilayotgan ishtirokchisiz. Men kanalga yangi qo'shilgan tomoshabinlarga ham, anchadan beri kuzatib kelayotganlarga ham rahmat aytaman. Kimdir birinchi marta video ko'rib obuna bo'ladi, kimdir har bir videoni ko'radi, kimdir izohlarda boshqa odamlarga yordam beradi. Har biringizning hissangiz bor. Ayniqsa videoni yaqinlarga yuboradigan, mana shu ma'lumot senga kerak bo'lishi mumkin deb ulashadigan insonlarga alohida minnatdorman. Chunki foydali ma'lumot ulashilganda ko'payadi. Endi siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerakligini aniq aytaman. Birinchidan, agar video sizga foydali bo'lsa, darhol like bosing. Buni keyinga qoldirmang. Bu 2 soniya vaqt oladi, lekin kanal uchun juda katta yordam. Ikkinchidan, izoh yozayotganda savolingizni aniq tuzing. Mavzu sana, hujjat, hozirgi holat va maqsadingizni yozing. Agar savolingiz uzun bo'lsa ham uni tartibli yozing. Birinchi jumlada muammo nima ekanini bildiring. Uchinchidan, shaxsiy ma'lumotlarni ochiq qoldirmang. Kerak bo'lsa ismlarni A shaxs, B tashkilot, ish beruvchi, qarzdor, sotuvchi deb yozing. Bu ham tushunarli, ham xavfsiz. To'rtinchidan, boshqa izohlarni ham o'qing. Balki siz so'ramoqchi bo'lgan savolga allaqachon javob berilgandir. Ba'zan izohlarda juda foydali tajribalar bo'ladi. Lekin yana eslataman, boshqa odamning tajribasini ko'r-ko'rona o'zingizga qo'llamang. Beshinchidan, agar mavzu siz uchun juda jiddiy bo'lsa, masalan katta summa, sud, mulk, meros, ish haqingiz, jarima yoki shartnoma bilan bog'liq bo'lsa, faqat izoh bilan cheklanib qolmang. Hujjatlaringizni tartibga soling, rasmiy idoraga murojaat qiling. Zarur bo'lsa mutaxassisdan shaxsiy maslahat oling. 6-dan, izohda keyingi video uchun mavzu taklif qiling. Masalan, iltimos, ishdan noqonuniy bo'shatish bo'yicha alohida video qiling. Qarz tilxati qanday yozilishi haqida batafsil tushuntiring. Uy sotib olishda tekshirish ro'yxatini bering. Bunday takliflar menga juda kerak. 7-dan, agar men javob bera olmasam, buni hurmatsizlik deb qabul qilmang. Izohlar ko'p bo'lishi mumkin. Ayrim savollar esa hujjatsiz javob berib bo'lmaydigan darajada murakkab bo'ladi. Lekin men savollarni kuzataman, takrorlanayotgan mavzularni yozib boraman va keyingi videolarda ularga albatta e'tibor beraman. Bugungi asosiy fikr shuki, sizning izohingiz oddiy matn emas, u foydali muloqotning boshlanishi.
Siz bergan savol boshqa odamlarga ham yordam berishi mumkin. Siz bosgan like videoning ko'proq odamlarga yetib borishiga sabab bo'lishi mumkin. Siz yozgan tajriba kimnidir xatodan saqlab qolishi mumkin. Men har bir tomoshabinga chin dildan rahmat aytaman. Sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz, savollaringiz, e'tirozlaringiz, takliflaringiz va tajribangiz kanalni yanada foydali qiladi. Agar sizda hozir savol bo'lsa, izohlarda aniq va tartibli qilib yozing. Vaziyat nima? Qachon bo'lgan? Qanday hujjat bor? Siz nimani xohlaysiz? Men va boshqa tomoshabinlar tushunishi uchun iloji boricha ravshan yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta izohlarda fikringizni qoldiring. Sizni eng ko'p qiynayotgan savol qaysi? Qaysi mavzuda alohida video tayyorlashimni xohlaysiz? Izohlarda yozing. Men ularni diqqat bilan o'qiyman va keyingi videolarda eng muhim savollarga albatta qaytaman.